Bizlarda bir qancha produktlarimiz bor-da. Biznesga birinchi qadam bor. 3 yilga 36 oy muddat bilan 25%, 25 milliongacha. Keyin mahsulot loyihamiz bor. Bu 48 oyga 4 yilga. Bu ham 25%, bu 50 milliongacha beriladi. Bizlarda o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun-da. Keyin uni xohlagan yo'nalishda oshirish, qishloq xo'jaligi, chorva, biron bir tikuvchilikni xohlagan biron bir yo'nalishda olsangiz bo'ladi. Savollariniz bo'lsa, bersangiz bo'ladi qanaqadir. Shu bo'yicha. Boya uzumlar bor, market uzumlar. O'shandan qarzga olgan, vaqtida to'lanmagan, lekin qarz olib qoplangan. O'shalarga chiqadimi chiqmaydi? Uni bizlar kartimizni tekshiramiz. Kartimizni tekshirganimizda ba'zida chiqib keladi. Masalan, oydan o'tkazib yotgan bo'lsa, 90 kundan ziyod bo'lib ketadi. 90 kundan o'tkazgan bo'lsa chiqmaydi deydi. Chunki o'sha kartning holatini buzgan bo'ladi. Uzumniki ham shunday bo'ladi. Uzumniki. Balki qaysidan olgan bo'lsa, bizlarda hammasi ko'rinadi. Birinchi kartning holatini tekshiramiz, agar yaxshi bo'lsa, chiqadi. Agar 90 kun, 60 kun o'tgan bo'lsa, necha kun o'tmish kerak bu? Misol karton buzilmasligi uchun 30 dan o'tmagan bo'lishi kerak. 30 kun. 30 dan o'tmagan bo'lishi kerak. Savollarınız bo'lsa bersangiz bo'ladi. Rahmat, juda yaxshi tushundik. Qisqacha.